Demak, o'quvchilar, yuqoridagi birinchi variantning 14-savolini A va B sonlar natural sonlar bo'lib, ularning eng katta umumiy bo'luvchisi 9 ga teng. Agar 4A barobar 5B tenglik bajarilsa, A plus B yig'indan toplang deyapti. Ya'ni A va B natural sonlarning deyapti eng katta umumiy bo'luvchisi, ya'ni I kubi. A va B sonlarining I kubi 9 ekan. 4A barobar 5B deyapti. Demak biz A taqsim B bo'ladi. 5 taqsim 4 ko'rinishda bo'ladi. Bu yerdan A ni 5x yozsak bo'ladi. B ni esa 4x. Chunki bularga ham x qo'ysak, x la qisqarib ketadi, 5 taqsim 4 ko'rinishda qoladi. Ya'ni qisqarma kasr ko'rinishga kelib qolgan bo'lgan. Demak bizga I kubni qoidasi A va B sonlarini tub ko'paytuvchiga ajratganda ikkalasidan bor sonlar darajasi kichigini deyilgan. Ya'ni bu 9 A da ham B da ham bo'lgan. Endi bizga x nimaga teng? X 9 ga teng deb bu yerda. Bo'ldi. A barobar nima bo'ladi? 5 ko'paygan 9, ya'ni 45. B esa 4 ko'paygan 9. Soat. Ikkalasini yig'in. A plus B qo'shilgan 6. Javob 81 ekan. Javobimiz